bizdagi keyingi bo'lim bu hisobdan o'chirish bo'limi. Hisobdan o'chirish bo'limi rus tilida aytganda spисание. O'zbek tilida esa hisobdan o'chirish. Hisobdan o'chirish bo'limi qanday bo'ladi? Biz qo'shish tugmasini bosamiz, savdo nuqtasini tanlaymiz va kerakli mahsulotni qidirib topamiz. Biz boya mahsulot qabul qilish bo'limida qo'shgan Coca-Cola'ni qidirib topamiz. 12 dona qabul qilgan edik, uni 2 donasini vazirат qildik. Bizda qoldi mana 10 dona. Endi shundan bitta donasini qo'limizdan tushib ketib, yorilib ketdi, uvol bo'ldi. Ya'ni yo'q endi u mahsulot. Soni bir dona mahsulotni brak qilib qo'ydik. Shundan keyin nechta mahsulotni hisobdan chiqarmoqchi bo'lsangiz, shuni soni va bu joyda qidirish, izlash. Qidirasiz, izlaysiz, topasiz va sonini yozasiz va saqlash tugmasini bosadigan bo'lsangiz, u hisobdan o'chiriladi. Mahsulotdan savdo nuqtasini tanlaymiz va mana ko'rib turganimizdek 28-yanvar kuni mahsulotimiz hisobdan o'chirildi. Ko'z orqali qilgan amalimizni ko'rish imkoniyatiga egamiz.